alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 27-yanvar sanasi tabriklarimiz boshladik. Manzilimiz Urganch tumani Do'rg'an. Bu yerda Sanobar onamizni farzandlari nomidan, Azamat o'g'li nomidan xursand qilamiz. Chiroyli tabrik, chiroyli so'zingizga birgalikda guvoh bo'lasizlar. Onajonimizni shunday chiroyli tarzda xursand qilamiz. Onajon yozuvlaringiz bilan birgalikda. Rahmat, Sanobar onamizni barcha yaqinlari bilan birgalikda davramiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Sanobar onajonimiz. Marhamat, davramizni to'riga taklif qilamiz. Yozuvlarimiz oldiga marhamat. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Assalomu alaykum onajon. Tabriklarimiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Xonadoningizda bo'lishday baxtli umrlar ko'p bo'lishiga tilakdoshmiz. Chiroyli qarsaklar tavallud tayyorlash uchun tabriklar qilamiz. Onajon tabriklaymiz. Tavalludlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Topol rasmi syurpriz kim nomidan? Ko'ngilsizdan? Kim nomidan? Albatta sizni qattiq yaxshi ko'radigan birinchi gapda Azamat o'g'lingiz nomidan va farzandlaringizni, barcha farzandlaringizni, o'g'illaringizni, qizlaringizni nomidan tabriklaymiz. Tabriklarimiz muborak bo'lsin yana bir bor. Marhamat, bemalol tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Onajonimizni yaqinroq kelamiz, marhumlaringizga bosib tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Bo'lsinlar omon, bugun onam tug'ilgan kuni, onajonim, guli rayhonim, mehribonim, tug'ilgan kuni, onajonim, mehribonim, tug'ilgan kuni. Bag'rida yayram, kulgisi bayram, baxtimga hamdam, yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam, yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam. Qaldirg'ochday boshimda giryon, baxtim ko'rib baxtlidir har on, aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni, onajonim, guli rayhonim, mehribonim, tug'ilgan kuni, onajonim, mehribonim, tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni, qaldirg'ochday boshimda giryon, baxtim ko'rib baxtlidir har on, aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni, onajonim, guli rayhonim, mehribonim, tug'ilgan kuni, onajonim, mehribonim, tug'ilgan kuni. Borligi sabab yashama quvlat, o'sib ulg'aydim, bag'rida yayram, kulgisi bayram, baxtimga hamdam, yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam, yuz
yoshlar bilan yüzleşsin onam kaldırgaçday boshimda guryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni Sana barada yana bir tabriklarınız mübarek olsun, ömrünüz uzun olsun, tabriklerimiz. Rahmat tebriklar, ömürleriniz uzun olsun. Hocam bugün sizi farzandlaringiz o'rnida tabriklayapmiz. Bugun eng chiroyli, go'zal niyatlarni bugun sizga yo'llamoqda farzandlaringiz. Bugun onajonimizni tabriklari vaqtimizga doim sog' bo'lsin, umrlariniz uzoq bo'lsin. Mana shunday eng go'zal kunlarni ko'rib o'rsa onajonimiz doim yonimizda, otamiz bilan birgalikda qo'shiqlari hojona, hojota bo'lib o'tsinlar deya sizni tabriklamoqda. Tavlidlaringiz muborak bo'lsin. Va bugun farzandlaringiz aytadiki, onamizni oldidan qarzlarimiz ko'p. Qancha rahmat aytsak ham kamdek tuyuladi. Doim bizani yonimizda qo'llab-quvvatlab, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bizni onajonimiz bo'ladi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Biz farzandlarni 9 oy qorinlarda ko'tarib, ikki dunyo orasidir dunyoga keltirganlar. Bizni jannatimiz, bizni beminnat do'rgo'yimiz onajonimiz, uyimizni farishtasi. Juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlar uchun kecha kunduz tinim bilmasdan mehnat qildilar. Biz farzandlarni hech kimdan kam qilmaslik uchun og'ir mehnatlardan ham qaytmaydigan insonlar bizni ota-onamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat yursin, bizni baxtimizni ko'rib o'tsin. Mana shunday eng go'zal kunlarimizda, baxtli yordamlarimizda doim yonimizda tursinlar onajonimizni ham. Bizlarni sizni tabriklamoqda onajon. Tavlid muborak bo'lsin deymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Salomat yuring, xonadoningizda mana shunday quvonchli kunlar ko'p bo'lishiga tilakdoshmiz. Va bugun farzandlaringiz aytadiki, onajonimiz bugun hammadan ko'p xursand bo'lishni xohlaymiz. Chunki biz farzandlarni doim eng yaxshi narsalar bilan, eng go'zal narsalar bilan siylaganlar. Butun umr qarzdorimiz, doim umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar deya tabriklamoqda sizni. Tabriklaymiz yana bir bor. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan farzandning muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi onajon. To'xtamaydigan, kamaymaydigan mehr. Yo'q adashdim. Sizning mehringiz poyoni yo'q ummonga o'xshaydi onajon. Go'zalim, sizni nega yaxshi ko'raman bilasizmi? Chunki siz go'zallar ichra xushro'yimsiz. Odamlarning hammasi barcha soddiy suv. Siz qalbim malhamisiz. Zamzamim siz onajon. Borligingiz ona hammasi. Sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Chiroyli kunlarimiz bor onajonimiz uchun topshiriq qo'yamiz gullarimizni. Marhamat, tavlidlaringiz muborak bo'lsin bugun. hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga Gullarimizni zorlanishlar, muammolar, dilomidan bo'lgan ishlar. Kelib qo'ysin, ko'rsin bitsin tanishlar. Yaxshi kunlar, yaqin kelib qoldi og'a. Ko'kmakni ko'tardi nidoyingiz. Ajinlarga tashlangan chiroyingiz. Ijobatan topib barcha duoyingiz. Kelib qoldi og'a. salomat bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamisha mana shu gullar kabi ochilib, go'zal va baxtli insonlar qatorida yurishingizga tilakdoshmiz yana bir bor. Bugungi tavlidlaringiz muborak bo'lsin deymiz va ruxsat bersangiz farzandlaringiz nomidan chiroyli she'rlarimiz bor. Ruxsatingiz bilan o'qib eshittiramiz. Albatta, jumla
Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxla olmaysiz hech. Ming bor yig'lab kula olmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech. Sizni yaxshi ko'ramiz ona. Beshta bo'lsa o'rni bor deysiz. Har kun tashvish g'amimiz deysiz. Sizsiz dunyo biz uchun nursiz. Sizni yaxshi ko'ramiz ona. Boshim qo'ying. Boshim qo'yay bugun hokim poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonim boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsiz sizni qilay men xumolarni. Rostligim sizni qursin ro'yollarni. Allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman qilgan hamma xatoyimdan. Ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan. Boringizga shukr ona, boringizga deya tabriklamoqda. Tabriklaymiz, chiroyli qarsaklar bilan. Salomat bo'ling. Hamisha shunday hurmatda izozlarda o'qituvchisiga tilakdoshmiz. O'g'illaringiz bo'lsin, tabriklaymiz yana bor. So'tiriz yoqdimiz, kutganimiz tabriklarni. Farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa aytib qo'yishingiz mumkin. Emotsiyalar bilan bo'lishib, mikrofon sizga beramiz. Marhamat. Farzandlarimizga rahmat aytaman. Baxtimizga sog' salomat yurgaylar Xudoyim. Baxtlarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Xudoyim shu bolamam uylantirib to'ylarini hammasi qandoshdi valloh, hammasi ko'payishib, bundan ham yaxshi yetib o'tirmoq nasib etgan Xudoyim. Endi buyog'ina bunday faqat yaxshi kunlar bo'lg'ay. Hamma narsa ortda qolg'ay Xudoyim. Yaxshi kunlarda uchrashgan hammaga rahmat aytaman shu yerlarga tabriklar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Yana bir bor tabriklaymiz va tilaklar sahifasida davom etamiz. Onajonlarimiz chiroyli tarzda tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Huzurumda opam, o'zim ullayib opama beraman. Assalomu alaykum hammangizga. Şu sana ben gelimin ömürler uzak koy. Sağ selamet koy. Şu ülkemden koşa karırgay. Şu attık çocukların rahatlarını kırıp kuanayıp oturgay Xudayım. Hastalardan şifa bulgay. Derden alıp dermezsen Xudayım. Hiç kaçan yaman gün bulmagay. Şöyle fakat yaxşı günde tegesler. Şularda baktına, tahtına suyanıyıp oturgayımız körüp bizlerin bir yağında kuanışıp şu kenlerde üyünde toy olsun, ezemetli üylendirip şurada hiç kim gelmezsen toylarda oturmak nasip etkey Xudayım. Rahmet emmeyinize. Şu ezemet balamızın üylendirip bir geçilikte Xudayım şu Gülünbay ülkeyim sana bergeliyim. Hemmesi karındaştı vallahi toylarda oturmak nasip etkey Xudayım. Xudodan kecha kunduz tilaymiz shu. Rahmat. Opam yana bir opam. Voy bu. Opam gireceğim. Rahmat, hürmet etgani uchun. Shu sanobar gelinimiz 50 yaşga ketdi Xudoyim. En keminde şu 50 yaştan ikisini görmek nasip etti. Daim Gülünbay bilen teng karışkaysılar. Könglinizden en maksatlarınız olsa Allah'ın özü yetirgey. Şu ezemetli üylentirip, aktık, çoğulukla görmek, şulardan yatlıkla görmek size ikinize nasip etti. Tebrikliyim ben. Niyetlerinize Xudayım özü yetirörgeç, soğuyurgeçler eldimizde Xuday. Keserçiliklerinize emmesi ötüp ketkenim oğay.
Xudoyim bundan keyin yaxshi bo'lib ketib, Gulimboyam seni sog' salomat yurgaysizlar. Tabriklayman. Sanobar Jalilim. Senga uzoq umr tilayman. Ukam bilan teng qarishgaysan Xudoyim. Ko'nglingdagi arzu umidlaring bo'lsa barchasini yetkazsan. Xudoyim shu Azamatjonni uylantirib, vaqtib chog'liq ko'rmak nasib etgay. Xudoyim 100 yoshga kirgaysan ukam bilan. Xudoyim shu ishlab pensiyaga chiqqanlaringdan shu pensiyalaringni olib kelib o'tirib, tabriklab o'tirmoq nasib etgay. Yaxshi bo'lib ketgaysan. Ochilish ko'rmaganday bo'l Xudoyim sana sog'lik salomatlik tilayman. Xudoyim shu xonada uyimizda to'y deb kelganmiz ammo hamma yaxshi kunga to'y bo'lg'ay. Unda Azamatjon to'yi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Davom etamiz. Rahmat. Sizlarga uzoq umr tilayman. Bilan qo'shaqlar o'tirg'ay Xudoyim. Shu xonadonda yaxshi kunlar to'ylar qilsin. Azamatjonni shu kunlarda uylantirib, hamma o'zbekchasilikda uzoq umr tilayman. Xudoyim ochilishib yaxshilab ketgan bo'lsin. Xudoyim kasallar orqada qolib uzoq umr tilayman. Qo'shaqlarimiz sog' bo'lgaysizlar Xudoyim. Rahmat, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Chiroyli niyatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Davom etamiz. Rahmat. Rahmat. Tumkar to'pitdi. Vaqt. Xudoyim shifo bersin. Yaxshi kunlarda o'tirib, shu Azamatni uylantirib, cho'g' ko'rishimiz. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Davom etamiz. Bugun quvonchli kun, yig'lamaymiz. Marhamat. Davom etamiz. Shu bugun ukam tug'ilgan kun ekan. Xudoyim 100 yoshlarga kirib, Gulimboy bilan teng qarishib, Azamatni uylantirib, vaqtib cho'g'liq suyib o'tirganlar shu uyga ham yaxshi kunga to'y deb kelgan Xudoyim. Vaqti saodatli bo'lsin. Uzoq umr ko'rsin. Avvalambor shu yerda bir akalar bo'lsa, assalomu alaykum. Shu meni bugun shu Sanobar singlimizni 50 yosh deganlari bir yarım asr. Allohim shu singlimize bir asr undan ham ziyod Allohim yosh bersin. Ko'nglidan ne maqsadlari bo'lsa Alloh talam etsin. Shu Gulimboy bilan teng qarishib, teng yashashib, Alloh talam shuna farzandi Azamatni uylantirib, gelin olib, ortib, çoğuluklar, yavrular ko'rishni nasib etsin. Xudoyim shu yoshlarni tarbiyalashdik, oliyjanob ishlarini Xudoyim sentabr oyidan boshlab davom ettirishni Allohdan tilayman. Xudoyim ko'p yillar pensiyalara chiqib olishlaysan, Xudoyim ortiq çoğuluklarni boqiysan, Xudoyim. Gulimboyam Xudoyim Alloh taolo uzoq yosh bersin. Xudoyim shugina Azamat o'g'lini sog'lik, saloqali bir Xudoyim gelin olib, farzandlarini boqish Alloh nasib ro'zi qilsin. Xudoyim shu qo'ymikang, o'g'sillaring, barcha akalaring, hammalaring shu xonadonlara, to'ylara, yaxshi kunlarga kelishni Allohim nasib ro'zi qilsin. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Rahmat.
Rahmat hamalaringizga, salomat bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ana endi turmush o'rtoqlari Gulumboy akamiz marhamat chiroyli tarzda tabriklab qo'yishingiz mumkin. Gulumboyga tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Birgalikda qo'shiqlar biring hamisha. Xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lishiga tilakdoshmiz. 18 yoshing, 18 yosh. 18 yosh bilan tabriklab qo'yishingiz mumkin, marhamat. Rahmat hammasi uchun. Aytib turgan qandashlarni bizlarni qutlab Apo'kalarim bu muborak kelgan hammangiz yaxshi kunlaringizda xizmat eting. Hammani shunday yaxshi kunlar bilan tabriklayman. Bu yilimiz Rasul jamiyatimiz to'ylar ustuna to'ylar olsun, azamat bolamız Taybek jiyanim bolamız to'y bo'lsin bu yil. Shu sanalarga ayolimni bog' saodat tilayman. Hamisha shu bolalarim erdinda bo'lsin. Sog'ayib ketsin iloyim. Hech kim kasal bo'lmasin. Hamisha oilasi bilan tinch, baxtli, saodatli bo'lsin. Shu hamma kelin-kuyovlarga baxt, saodat tilayman. Oilamiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat hammasi uchun. To'ylarda yaxshi kunlarda xizmat eting, yeb iching, turing o'rningda. Hamisha oldingiday bo'l. Baxt tilayman. Rahmat. Baxtli bo'l, salomat. Vaqtingizni ko'zlik bo'lsa. Rahmat, salomat bo'ling, chiroyli niyatlar uchun minnatdorchilik yo'llab bugun Azamat o'g'lingiz qatorida bugun kuyovlaringiz ham bor. Bittasi musofirchilikda yuribdi, o'zlari uzoqdan turib tabriklamoqdalar. Va shu yerda yurgan kuyovingiz Og'abek kuyovlarini taklif qilamiz. Marhamat, tabriklab qo'yishingiz mumkin. Tabriklayman. Yana men uzoq bo'lsin, otam bilan teng qarishsinlar. Alloh taolo shifo berib tabriklayman. Marhamat, qizlari. Azamat o'g'lini ham taklif qilamiz undan keyin. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Shu yaqin kelgan barcha qarindoshlarimiz, ammalar, xolalar, hammangizga mana shu yaxshi kunda kelganlaringiz uchun rahmat aytaman. Ota-onamiz baxtimizda hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Gerçeksen balam deyip başımı sıra yanımda Rahmat, salomat bo'ling. Ana endi o'g'illariga marhamat, tabriklab qo'yishingiz mumkin. Opam vaqtingiz sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, dunyo turgancha tursin. Ayağınız ostida cennet sizni juda yaxshi ko'raman. Onam, onam, onam meni, bir dona yagonam meni. Shu akam opam baxtimizda sog' bo'lsin. Bizlar yonimizda tinch tursin. Rahmat kelganlaringiz hammangizga. Rahmat. Men opamni yaxshi ko'raman. Onam, onam, onam meni, bir dona yagonam meni. Bu dunyoda bari yo'g'im onam. Onam, onam, onam meni, bir dona yagonam meni. Bu dunyoda bari Rahmat, hammalari
Sizlarga minnatdorchilik yo'llab qo'yamiz va davramizni chiroyli davom etamiz. O'ynab kulasizlar, hamalaringiz qo'shib so'yishib marhamat. Yancımları kaşında, sarayımın başında, yancımları kaşında, gözünün yaşında, kızlı yaşında, hayvanların başında, hayvanların başında. Dünyanın başında, dünyanın başında, dünyanın başında, dünyanın başında, ecelin arası, gözler yaşında.
ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف ابص في الساعة Ben sana yok 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 demem. Aşk
Yo'llarimiz uzoq bo'lsin. Ana baravar tabriklaymiz. Bugun qabul etganlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, xonadoningiz bo'lishmay, o'sha kunlar baxtli o'tib bo'lishini tilakdoshimiz yana bir bor. Ushbu qaysi kunlar xizmatingizdagi muzokarani orzu javob xodimlarimiz iqtidorchi tashakkur sog' bo'ling.